o'zimni hayotimdan uzilib u yoqqa ketaman. Ko'pchilik aytadi-yu, masalan, uyg'oq holatda tush ko'rish mumkinmi deydi. Men mana shu kitob o'qish holatini uyg'oq holatida tush ko'rish deb o'ylayman. Hatto yozuvchi ham agar yozayotgan bo'lsa bir narsani uyg'oq holatda tush ko'rayotganga o'xshaydi. Jisman bu yerda boshqa, ammo xayolan, fikran mutlaqo boshqa bir joyda, boshqa bir odamlar bilan suhbat qilyapti, boshqa bir voqeliklarni yashayapti. Men ham xuddi kitoblarni shunday o'qiyman. Uyg'oq ekan tush ko'rayotganday. Dunyoda hech qachon ko'rmaganim bir odamlar bilan uchrashayotganday, ular bilan gaplashayotganday, o'zingiz oradan yo'qolib qolasiz. Ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin g'oyib bo'lasiz. Faqat u yerdagi ovozlar qoladi. Qaytganingizda xuddi tushdan uyg'onganday bo'lishingiz kerak. Kitoblar shunday o'ziga qamrab olsa sizni sizdan ajratib ola oladigan kitoblar. Yana kitobga qaytib kelish uchun eng go'zal sabablardan biridir.